Eko amaliyotini olib borayotgan aziz ayollarimiz, stimulyatsiya mobaynida follikulalaringizni terib olish jarayonidan 36 soat oldin vrach tomonidan yozib beriladigan maxsus dorilar trigger deyiladi. Bu trigger dori nomi emas, bu dorilarni turli xil nomlar bilan ataladigan atamalari mavjud. Eng oson uslubda Avitrade degan trigger ukolimiz mavjud. Vrach tomonidan kechki kindik atrofiga qilinadigan dori. Albatta hamma dorilar korobka ustida qanday saqlash temperaturasi yozilgan bo'ladi. Xuddi shu temperaturada dorilaringizni olganingizdan so'ng aptekadan uyingizga olib borib, xolodilnikka qo'yib qo'yishingizni tavsiya beraman. Ushbu eko amaliyotiga kirgan patsientimizning trigger dorilari kuni, vaqti ma'lum bo'lgandan so'ng, ular o'z vaqtida dorilarini kindik atrofiga qilishlari shart va zarur. Bundan tashqari nafaqat kindik atrofiga, hatto mushak orasiga ham beriladigan dorilar mavjud. Har bir dorini o'zini qilish uslubi, joylari mavjud. Avitrade dorisi qadoqda 250 milligramda chiqadi. Bu yagona dozirovka. Siz olishingiz kerak bo'lgan tiniq, shaffof rangli suyuqlik, bir martalik igna. Diqqat bilan nazar solamiz. Bu yerda faqatgina 0 raqami hamda biz qabul qilishimiz kerak bo'lgan 250 soni ko'ringunga qadar ruchkaning bosh qismi aylantiriladi. Xuddi shu holatda ignani uchki qismiga qotirib, ukol qilinadigan joyni spirtli paxtada artib, kindikingizni atrofiga qilishingiz mumkin. Albatta, tepa qismidan porshondan pastga tushirganingizda bu 250 sonlari qaytadan 0 soni ko'ringunga qadar inyeksiya davom etadi. Xuddi shu holatda seri rangli rezinoviy porshon mana bu 0 soniga tushgan bo'lishi shart. 5 gacha sanagan holatda ignani olib tashlaysiz. Azizlar, eko amaliyoti jarayonida juda ham mas'uliyat bilan yondashishingizni, qalbaki dorilardan ehtiyot bo'lib, doktoringiz yozib bergan, qayd etilgan varaqdagi dozirovkada dorilaringizni o'z vaqtida olishingizni tavsiya etgan bo'lar edik. Barchangizga omad tilaymiz.